Do'stlik deganda biz insonlar orasida bo'ladigan do'stlikni tasavvur qilamiz. Hayotda esa boshqachasi ham bo'lar ekan. Inson bilan jonzot. O'z egasini hech qayerda tashlab ketmaydigan, hatto jang maydoniga ham qo'rqmay, ko'zini yummasdan kirib boradigan jonzot. Xalq tilida ertakmonand qilib devga qiyoslanadigan jonzot. Allohim yaratib insonga bo'ysundirib qo'ygan mo'jiza, ya'ni ot. Otlarning ham oldi bo'lib ko'pgina yutuqlarga erishgan. Tili yo'q-u dili bor. Mehr-muhabbat tushunchasini so'z bilan tushuntira olmasa-da, harakatlari bilan isbotlab qo'ygan. Xalq orasiga egasini ko'krak kerib kirib borishida hissasi ko'p bo'lgan. Nafaqat egasi, balki ko'pchilikning, xususan hikoya monolog muallifi qalbini ham rom eta olgan, lekin vaqt kelib qariganida esa barcha yutuqlar va boyliklar va eng asosiysi mehr tushunchalari esdan chiqib, falon miqdordagi pul evaziga sotilib ketgan do'stlik haqida so'z yuritmoqchimiz. Qahramonimiz esa Akula laqabli otdir. Akula jiyron tulpor, yuzing bugun behud. Bilaman, kimlardandir arazdasan. Arazlashga haqqing bor albatta. Bir paytlari butun va hashtiga quvonch keltirarding.